Menimcha foydali video bo'ladi. Pat yuladigan apparatni olganimdan beri ko'pchilik yozdi ham, kimdir telefon qildi. O'rdaklarimiz bor. Pat yuladigan olibsiz, tozalab berish xizmatingiz bormi deb. Tozalab berish xizmatini endi yo'lga qo'ydim. O'zim ham qiziq bo'ldi, qay darajada bo'lishini. Keyin bunaqa o'rdakni, shu haqqi patini tozaladimmi degan akalarimiz so'rashdi. Men o'zim bilmaganligim uchun bilmagan ma'lumotimni yetkazmayman ishimga. O'zim bir qo'llab guvoh bo'lishim kerak. Shuning uchun avval lekin quloq deydigan. Bilmagan ma'lumotimni birovga yetkazishni xohlamayman. Shuning uchun bular ham как eksperiment bo'lib oladi. Foydali bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz shundan foydalanadi. Tozalarsa chiroyli qilib tozaladi deyman. Kimdir oladida endi bunaqa apparatni ham. Pulga kuyib olmaslikni oldini olamiz shunaqa. Xo'p, usluga masala bo'yicha o'rdak tozalab berish xizmatini yo'lga qo'ydim. Men o'zim Sharxonliman, Sharxon territoriyada yoki Asakadan yoki qayerda bo'lsa-da endi shu Sharxon gapirmoqchi bo'lsa, erinmasiz. Telefon nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib olib kelib berishingiz mumkin. Chiroyli qilib tozalab, akkuratni qilib, xohlasangiz uyingizgacha dastavka ham qildirib yuboraman taksidan. Buni qiyin joyi yo'q men uchun. Shuning uchun ham yangilik bo'ladi. Qo'shimcha daromad bo'ladi. So'raganlar uchun, aynan o'rdakni aqlloq turini, patini yuladimi deganlar uchun bitta video qilaman. Nasib bo'ladigan foydali bo'lsa, foydalanmoqchi so'ragan akalarimiz ko'p edi. Aynan shuni. Xizmat bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, nomer qoldirib qo'yaman. Tozalab, akkuratni chiroyli qilib, uylaringizgacha dastavka qilib yuboraman. Xizmat bo'lsa men aloqalaman.